O'zbek bolaga erga tekkan bo'larmi deysiz? Yo'q. Ha? Yo'q. Nimaga? Cho'qbaydi. Cho'qmaydi? Seryozni? Почему? Qaysi o'zbek bola senga uylanaman dedi, sen noz qilyapsan, sassiq. Prosta savol bersa o'zingcha joqmaydi. Ey, o'zbek bolalarga ham senga o'xshagan cho'chqalar yoqmaydi, shuni bitta bilgin. Ana intervyu olayotganda ham o'zingga o'xshagan befarosat xolos. O'zbek bolalari senga uylanaman degani yo'q hali. Uylanaman demaydi ham sen sassiqqa. Kim edi bu? Sharafatmi, Alomatxonmi? Alomatxonni atmetga qo'yla ko'rsin. Sen ja o'zingni osmonda yasab olavermagin. Cho'chqa, bitta sassiqsan-u. O'zingcha o'zbek yigitlar joqmaydi. Yo'qolib qol, seni uvidiga berib ham, rividiga berib ham topolmaylik. Farosatingga urayman, o yonidagi hezim Jaxshanni ham atmetga qo'yib ko'rsin. Ey to'poy, savol berayotganda normalniy savol bergin. Nimani targ'ib qilyapman, shu narsani o'ylagin. To'poy, sen o'zbekda yigitiga til tekkizishmagin senlar. Agar janito harakat qilgan bo'lsa, aloqaga chiqor Jaxshan. Bitta chiroyli gaplarim bor senga. Sen to'poy hezimga. Tushundingmi? Videoga Jaxshanni ham kanu nima edi? Sharafatmi, Alomatxonmi, atmetga qo'yla ko'rsin. To'poy emas, bo'killatib qo'ysin bu to'poylarni.